Allohga tavakkal debdi qiz. Yugurib kirib, bir piyola suv, ikkita kulchalarni ko'tarib, yengil uchida yashinib uzatdi. Bundan podshoh ayg'oqchilari darrov xabar topishdi. Shohga yetkazishdi. Kim jur'at etdi farmoni oliyni buzgani, qo'llari chopilsin. Sho'rlik qizni qo'llarini chopib tashlash. Oradan ancha vaqt o'tgan, shoh o'z yurtini aylanib yursa, bir xonadondan munglik qo'shiq eshitilayotgan edi. Qo'shiqni tinglab turib, aytayotganini sevib qolibdi shoh. Tovush naqangi go'zal, o'zi qanaqa ekan, o'zi undan ham go'zal deyishdi. Shu qizga oshiq bo'ldi. Lekin ming afsuski qo'llari yo'qdi. Nega? Qo'lsiz tug'ilganmi? Yo'q. Sizni farmoningiz bilan qo'llarini chopib tashlaganmiz. Bir gadoga sadaqa bergan uchun. Buncha razil bo'lmasam, shoh. Qani ko'ring u qizni. Ko'rsatishdi, haqiqatda go'zal qiz. Shu qilgan gunohimni shu qizga uylanaman. Suymaganga suykalman, qiz dod demasin, faryod qilmasin. Baribir shohga uzatarish. O'g'illigi ham bo'pti sho'rlik. Lekin shohda ko'ngli yo'q. Duoga qo'l ochadigan kaftlari